Assalomu alaykum yaxshi bolajonlar. Bugun sizlarga shaytonni tutgan sahoba haqidagi hikoyani so'zlab beraman. Abu Hurayra radhiyallohu anhu rivoyat qiladi. Ushur sadaqasidan yig'ilgan xurmolar bir uyum edi. Rasulullohning tavsiyalariga ko'ra men shu xurmolarga qorovul bo'ldim. Yarim tun qorong'usiga kelib, xurmolarni o'g'irlamoqchi bo'lgan kimsani tutib oldim. Uni payg'ambarimiz alayhissalomning huzurlariga keltirmoqchi edim, u yalina boshladi. Men o'ta muhtoj ekanimdan shu ishni qildim. Boshqa bunday qilmayman degan edi. Rahmim kelib uni qo'yib yubordim. Ertalab Rasululloh alayhissalomning huzurlariga kelib salom berdim. U zot: "Ey Hurayra, kecha tutgan asiring qani? Uni nima qilding?" dedilar. Allohga qasam, bu ishni hech kim ko'rmagan edi. Men xijolat chekib: "Ey Rasululloh, sizga ota-onam fido bo'lsin. U ikkinchi bor qilmasligini aytgach, rahmim kelib qo'yib yubordim" dedim. Shunda u zot alayhissalom: "U yolg'on aytdi. Bu kecha yana kelishi mumkin. Ehtiyot bo'l" dedilar. Bu kecha ham uxlamay qarab turdim. U yana keldi. Uni poylab turib ushlab oldim. U ikkinchi qilmaslikka qasam ichdi. Ko'p yalindi. Mening rahmim keldi, yana qo'yib yubordim. Ertalab Rasululloh alayhissalomning huzurlariga kelsam, u zot: "U yolg'onchi bu safar ham seni laqillatdimi? Qarab tur, yana keladi" dedilar. Bu kecha yanada sergak bo'lib, uni tutib oldim. U har kungidan ko'p yalindi. Yolvordi. Lekin men uni bo'shatmadim. Bu gal albatta seni Rasulullohning huzurlariga yetkazaman dedim. U so'nggi marta iltimos qilib, "Agar meni shu safar ham qo'yib yuborsang, senga bir kalima o'rgataman, undan umring davomida foydalanasan" dedi. "Qani aytchi, u nima ekan?" deb qiziqib so'radim. "Har kecha yotishing oldidan Oyatal kursini o'qib yotsang, tong otguncha bir farishta seni himoya etadi. Shayton senga aslo yaqinlasha olmaydi" dedi. Shundan so'ng men uni yana qo'yib yubordim. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelganimda mendan u haqda so'radilar. Men bo'lgan voqeani birma-bir so'zlab berdim. U Oyatal kursi haqida rost aytibdi. Aslida u yolg'onchi shayton edi dedilar. Yaxshi bolajonlar, sizlar Oyatal kursini yodlaganmisizlar? Agar yodlamagan bo'lsangiz, oyijoningizga aytsangiz, ular sizga yodlatib qo'yishadi. So'ng sizlar ham tunda yotganingizda albatta o'qib yoting.